Qancha qarz turibdi hozir? O'zidan katta emasmi? O'zi shunaqa bilan men hozir yo'qolganman. 75 million bilan yopiladi. Qo'lingizga pul yo'qmi? Yo'q. Rosa sog'liq ketib, hech qanday ishlayapman. Qaysi bankda olgansiz? Kapital. Tekshirtirdingizmi qarzdorlikni? 75 bu. Shunday 75 chiqadi. Opsiya narsa. Tekshirtirdingiz. Olib 75 million olib kelsang, o'sha kapital bankdan keladi. Shunday. Qisqasi 75 million bilan yopib beraman deyishdi sizga. Oylik to'lov necha million chiqadi? 5 million 2020 to'laganman. 2 yil to'lab dedim, 1 yil qolganda. 3 yillik qilib olgansiz, 1 yil 1 yil qoldi. 5 milliondan. 12 oyga, to'g'rimi? Shunday. O'sha bo'lmaydi-ku. 60 million bo'ladi. 60 million bo'ladi. Ana to'lamagan analar. O'tada. To'lanmagan oylaringiz ham bor. Hozir kimdir olsa, misol davom ettirib ketay deb olsa sizdan, beralasizmi? To'g'ri bekitish kerak. Men to'liq bekitib turib, men o'zim bekitib beraman. To'lasa chiqaradi, keyin shunda men nomimdan o'zim nomimga o'tib ketadi. Qisqasi 75 million pul kerak sizga. Yo'qdan o'chiradi. Kraskalar qanday? Xo'p, kapot kireylar Xitoy kireylar qo'yilgan. Past sepilgan. Qisqasi endi akam kreditga olganlar endi vaqti 1 yillik qolgan, lekin yopish kerak. Hozir men bu aka bilan savdo qila olmayman, chunki qo'limga pulim yo'q, do'stim deyapti. To'g'risini aytibsan. 75 million pul bo'lsa, bu mashina kreditdan chiqadi. 2017 da Zavodskoy Metan Gentra, xo'p, kraska kapot kireylar qo'yilgan, ikkita eshikli pasi, bu tomon orqa kireylar sepilgan. Qolgan joyi radno, to'g'rimi? Ha, tom radno, 4 ta stoyka, 3 ta eshik, bir orqa kapot radno. Radno joyi shunday bo'ladi-da, to'g'rimi hozir shunga? Ikkita eshik bo'ladi. Akalar 75 millionga oluvchi bormi shu Gentrani? Qarzi 75 million ekan, savdo qila olmayman aka bilan. Chunki akam qo'limga dastmoy ham yo'q. 75 million o'zi bo'lsa yopiladi, mayli, sotaman deyaptilar. Akalar ichimizga 75 million naqd pulga oluvchilar bormi? 2017 Zavodskoy Metan Gentra. Mexanika, ha, men Zavodskoy Metan mexanika aka. 3 kunlikka yaqinlashgan 287 ming yurgan ekan. Bormi akalar ichimizga oluvchilar? 75 million naqd pul. Ya pulim yo'q deyaptilar aka. Men o'zim savdo qila olmayman shu uchun. Bu naqd turgan o'zim ishonib kirganim, men bozorda o'tgan bozor alam pul. Hozir men bitta tekshirtirayda pasportingizni. Sherga bular bilan gaplashib turing-da. Endi bari ichkariga bo'ldiki, ko'ring-a. Buni qarzdorlikni aniqlashtirdinglar, hech qanday qarzi ko'p emas ekan. Bo'ladi, muammo yo'q. 70 millionga gaplashdik. 70 millionga, 71 millionga oluvchi bormi ichimizga? Naqdmi pulingiz? Keling naqd bo'lsa. Keling. Qayerdan sizniki? Vastroydan men aka. Ye? Ha? Qamcha egansizki? Shundan. 72 millionga o'tdi bo'lmasa. Qanchagarchilik uchun? Ha? Unday bo'lmaydi, naborat tush kerak aka. Nima ish qilishingizni aytaymi? O'z bilim turibdi-ku. Yo'q. Ha. Bekorchisiz, men ustasiz. Xo'p, vatsillardan ishlamaysiz, ustachilik. Ustachilik. Omon bilan. 70 millionga men akam bilan dogovorlashib chiqdim ichkariga. Ya'ni natur tushunmaylar. Mashina egasini olib chiqqanim shunga. Qarzdorlikni tekshirdim. Boya oxiri 75 bo'lsa beraman dedilar. Keyin guning qilib ichkariga bo'ldi, 70 millionga olaman, mayli. Yilga ham chiqib aytaman deb chiqib aytaman. 1 million qo'yib sotaman, jon akalar. Qoladigan 1 millioningizga rozi bo'lasiz. Rozisiz, aka? Qoladigan 1 million pulingizga rozimisiz? Rozi bo'ling, aka.